Diagnozingiz nima edi? Ekzema bilan. Ekzema. Qo'l, oyoq, Oyog'imda bor edi. Oyoq. Chap oyog'imda, tizzamda bor. qiynalish bor edi. Achib, qichishib, qanaqa qilganda Hmm. qashib qoladi. Qonlarim chiqib qoladi. Hozir yaxshi, Xudoga shukur. Lecheniyalar qildirganmisiz? Lecheniya ko'p olganman. Har xil lecheniya oldim, ketmadi. Ketmadi. Umuman ketgani yo'q. Hmm. Больницаlarga yotib chiqdim. Ta'sir qilgan edi. Opajon, Dermalife kompleks mahsulotini ishlatmoqchi bo'lib turgan bemorlarga qanaqa maslahat berasiz? Ularga olinglar deb aytaman. Ayta olaman bemalol. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Bugun va'da berilgandek O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan sayohatimizni navbatdagi ishtirokchi xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Bizni kutib oluvchi kuzatuvchimiz, hurmatli opamiz bizni Samarqand viloyatining Ishtixon tumani markazida kutib oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hozir o'zlarini tanishtiradilar, o'zlaridan o'tgan voqealar haqida biz bilan o'rtoqlashadilar va bizning mahsulotimizdan qanchalik effekt olganliklari haqida aytib o'tadilar. Ayrim etik sabablarga ko'ra opamizni to'g'ridan-to'g'ri yuzlarini ko'rsatmaymiz. Buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum opajon. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Juda chiroyli shahar ekan, xursand bo'ldik. Sog' salomat bo'linglar. Xushkepsiz. Opajon, o'zingizni tanishtirasiz. Nima bezovta qilar edi? Nimadan keyin bizning mahsulotimizga buyurtma berdingiz va rezultatlar qanaqa? Men ismim Shahloman, yoshim 40 ta. Internetda ko'rdim. Menga mahsulotlari qanaydir bir ana bo'ldi, yoqdi o'zimga. Zakaz qilib oldim. Diagnozingiz nima edi? Ekzema bilan. Ekzema. Qo'l, oyoq, Oyog'imda bor edi. Chap oyog'imda, tizzamda bor. qiynalish bor edi. Achib, qichishib, qanaqa qilganda qashib qoladi. Qonlarim chiqib qoladi. Hozir yaxshi, Xudoga shukur. Lecheniyalar qildirganmisiz? Lecheniya ko'p olganman. Har xil lecheniya oldim, ketmadi. Ketmadi. Umuman ketgani yo'q. Больницаlarga yotib chiqdim. Ta'sir qilgan edi o'sha. Shahlopa, men doim bemorlardan so'rayman-da, gapingiz bo'ldim. Doim bemorlardan so'rayman. Qancha pul ishlatgansiz oldin lecheniyalarga? Ko'p ishlatganman. Ko'p ishlatgansiz. Juda ko'p. Dermalife'dan qancha mahsulot oldingiz? Dermalife'dan 2 kursini oldim hozir. 1.400 ga 2 kurs mahsulot xarid qildingiz. 1.400 oldim, ha. 2 ta sirop, 2 ta sovun, 4 ta kremdan iborat mahsulot oldingiz. Shunday. Rezultatni qanchada bilishni boshlaysiz? Rezultat уже bir oy bo'lmasdan уже yaxshiman. Xudoga shukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Natijani agar 1 dan 10 gacha baholash mumkin bo'lsa necha? 1 dan 10 gachami? Shu 8 lar, 7-8 lar desam. 8 lar, 9 lar desam. Qarang, ancha yaxshiman, Allohga shukur. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Qarang, bitta savol. Internet tarmoqlarida sotiladigan dori vositalariga ishonarmidingiz o'zi? Yo'q, ishonmasdim, lekin bunga ishondim. Bunga ishondingiz. Nimasi bilan ishontira oldik sizni? Mahsulot o'zi ham yaxshi, toza. Sostavni o'rganib chiqdingizmi? Ha, o'rgandim. Uni ko'rib, o'qib, bir boshdan hammasini instruksiyalarini o'qib chiqdim. Chunki 1.400.000 so'mga og'zimiz bir chekkasidan chiqib ketadi-yu, bu kichkina summa emas. Birdaniga olib davolanib yuboradigan summa emas-da. 1.400.000 so'mga mahsulot olayotgan bemorda demak qandaydir asos bor. Ya'ni o'zini ichida. Shuni olsam yaxshi bo'laman degan. Shunday. Qanaqa umid bor edi sizda? Shu men umid qildim, yaxshi bo'lib ketaman deb umid qildim, to'g'risi. Saqlab umringiz uzoq bo'lsin. Opajon, Dermalife kompleks mahsulotini ishlatmoqchi bo'lib turgan bemorlarga qanaqa maslahat berasiz? Ularga olinglar deb aytaman. Ayta olaman bemalol. Alhamdulillah. Rahmat kompaniyaga. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Zo'r. Hech qachon kasal bo'lmang. Ayrim tibbiy maslahatlarni yana berdik opamizga. Bir ikkita yana qo'shimcha yondosh kasalliklar bor ekan. Xudo xohlasa, analiz javoblarini tashlab bersangiz, ularni ham umumlashtirib, yana ham yaxshi bo'lishingizga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Vaqtingizni ajratib biz bilan ko'rishganingiz uchun kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Omad hammaga. Rahmat.